Assalamu alaykum, şagirdlar, yaxshi turdinglarmi? Bu rasmda sizlar ko'rinib turgani qaysi qushning chujisidir bu, bildinglarmi? Oppoq kelganinglarmi? Omoqligini qaranglar. Bu aquning chujisi ekan. Bu kitobda bizga aqu to'g'riliq gapirgan. Aquni bizga tushuntirib bergan. Shun qiziqsanglar, mush kitobni men bilan tang ko'rib beqinglar. Ustiga aqu deb yozib qo'yibdi yaponchada. Endi ish baqaylik. Bu yerda aquning dadisi, apsi, umoq balasi uchaylan turibdi. Bir oila kishilar ekan bu. Endi başladık. Bu nekan desanglar, hozir men shunda sovuq qarlar bakam yerlardan chimchi qarlar turibdi. Bu Sibirya degan ekan. Sibiriyada aqular odatda Sibiriyada yashaydi ekan. Ya'ni Sibiriyada bahor fasli va yoz faslida Sibiriyada yashaydi ekan bu aqular. Hozir bu rasmda turayotgani dadisi, apsi, ikki balasi ekan. Ya'ni bir oila aqu Laninki resim hozir. Aqular dadisi, apsi, ikki balasi bilan mushu Sibiriyada turibdi hozir. Bu balkim shu kuz nima, atiyaz fasli kelgan vaqt ekan. Atiyazda, yozda mushu Sibiriyada hayot kechirdik bular. Mana bu aqularning apidadlariga oppoq kan paylari ko'rdinglarmi? Tumshug'ining seriq uch tarafi qaramtul. Puti qapqar ekan, badallari butunlay oppoq ekan. Ammo bu ballari qo'ng'ir rangga ko'rdinglarmi paylarini? Bular cho'ng bo'lgancha yetilgan vaqtida mana shu dadaplarga o'xshash mushta oppoq xo'p o'zgarib ketgan paylari. Hozir bola vaqtida mushta qo'ng'irroq bo'ldi ekan. Buningdagi rasmdagi hozir bu aqu ballari tug'ilib 1 yil bo'lgan aqu ballar ekan. Ya'ni 1 yosh bo'lgan bolalar ekan. Keyinish baqaylik. Miyada bir aqu turibdi, ochiblarni ostida yetib turibdi. Nima ish qilayotgandi u? Qaranglar, bu yerda tuxum bor ekan. 1, 2, 3, 4, 5 tal tuxum bor ekan. Shuni qaraganda bu aqu mishada mushu tuxumlarni issiq bostirib ashta qilib turgan vaqt o'xshaydi, ko'rdinglarmi? Bu yerda nima deb desanglar, 5-oy, 6-oy mezgillarida aqular, ya'ni mush ana aqu mushtaq tuxumlarni tug'ish uchun oldi bilan uvraslaydi ekan o'ziga. Ya'ni o'shoq dal-daraxtlarning o'shoq chiviqlari, shoxchilarini to'plab, ankin o't cho'plarni to'plab, mushu balalarini, ya'ni tuxumlarni tug'ib, shuningdan tuxumni besib bola chiqarish uchun o'ziga yaxshi bo'lgan bir uv hozirlaydi ekan. Ondan keyin shu uvga tuxum tug'di deydi. Odatda bir ana aqu bir qitimda 4 taldan 6 talgacha tuxumni tug'di ekan. Mana bu rasmda ko'rsatganda bu ana aqu hozir 5 tal tuxum tug'ibdi. Ashta qilib mush tuxumlarining ustida bostirib o'tirib tuxumlarini illatdi ekan. Bu tuxumlar odatdagi to'xu tuxuminingki, bizlarimiz ko'rib turgan to'xu tuxumining 2 cho'ngliqda bo'ldi ekan. Umoq chujisi chiqib turmadi. Ko'rdinglarmi, bu chujilarni ayollar bakam bir chut chukuldayotgan o'xshaydi. Endi tuxumni tug'ib, tuxumni illiq bostirib 30 kun yoki 40 kun bo'lgan vaqtida bu chujilar tuxumlarni yerib chiqishga boshlaydi deydi. Hozir mana shu ana aqu tuxumlarni illatib 30 kundan eshib 40 kunlar bo'lgan vaqt ekan. Bu chujilar chiqibdi mana. Chujilar yangi tuxumdan chiqqan vaqtlarda mana shundoq moylari undaq oppoq bo'lmaydi ekan. Azroq karishnamayga mayil, mana shundoq rasmda ko'rsatgandek holatda bo'ldi ekan. Undaq qardek oppoq bo'lib ketmaydi ekan.
Ondan keyin bu tumshuqining ranglarimi hozirgi vaqtda mushta suslan bir xillam bo'ldi ekan. Shunga bular o'zlarining dadisi, apalari shundaqmi chiroyli oppoq. Bu ularning chuji vaqtida bu dadaplarga faqat o'xshamaydi bular deydi. Şoň çüjüsiga qarab bu aquның balası dep bilmek sal ters o'xshaydi. Hazır şu yangi tuxumdan chiqqan çüjülarninki nim dep tutsanglar ko'zimi mustaq ochiq bo'ldi ekan, miyani bir narsalarni aniq ko'ra oladi ekan. Ankin quloqimi aniq anglay oladi. Ko'z va quloqlari uch holatda tug'ildi debdi. Endi men umoq çüjülerini apısımı da bu dadısımı da əgəşdirib suğa düşübdü. Bu aqunun umaq çüjüləri deydi ha. Miyadımı turubdu, ayalar qarab. Tuğulubla tuxumdan chiqqandan keyin adati mang'alaydi deydi. Ondan keyin tug'ilib bo'lgandan keyin tuxumdan chiqib 2-3 kun bo'lgandan keyin suv uzishni boshlaydi deydi. Shunga mayli u mushtaq suvga tushib suv uzgan vaqtlarda bo'lsin, mayli mushunda quruqda o'chiblarning ustida mangan vaqtlarda bo'lsin, dadasi yoki opasi mahkam agishib, dadaplar bilan birga yuriydi deydi. Nima rasmdimi opasining kaynidan uzib yurgan ashkital chujininki rasm chiqqanda. Ma tötsi, o'ttirdiki tötsi ballar ekan. Ma aldı kaynida ikki cho'ng, birsi dadasi, birsi anasi o'xshaydi. Mushtaq dadasi bilan opasi ballarni o'ttirg'i ilib, ikki tarafda ikkisi qo'g'dab turib, mushundaq suv uzgan vaqtidami, qandaq vaqtda bo'lsa mushtaq qo'g'daydi ekan o'zlarining orasiga ilib. Ondan keyin bular shu balalarga suvning ichida qandaq qilib yemekliklarni tutib yeyishni o'rgatadi ekan. Qo'g'dagan, ham qo'g'dab bexatarlikka diqqat qilsasda, ham suvdan yemeklik izlashni bu balalarga o'rgatadi ekan. Hozir mushlarga shu yemeklik izlashni o'rgatish uchun suvga tushgan vaqt ekan. Bular qandaq yemeklarni yeydigan desanglar, shu suvning ichida bo'lgan suv o'tchoplarini yeydigan, andan keyin suvda bo'lgan qurut qo'ng'izlarni, andan keyin qo'lullarni yemeklik qildi ekan. Kayni git bakayla. Hoy. Hem uçuşunu gütütüptüm yerde. Bu kendisi bala aqu tug'ulup 2 ay yoki 3 oylik bo'lgan vaqtlar bo'ldi ekan. Odatda aqu balları tuxumdan chiqib 2 yoki 3 oy bo'lgan vaqtdan boshlablan uningga dadasi yoki aplari mushtaq qanday qilib uchishni o'rgatadi deydi. Hozir mushumunaq oldidagi dadasi yoki opasi bo'lsin, shu cho'ngdan biri bu balasiga uchishni o'rgatayotgan, mashqlantirayotgan vaqt ekan. Opasining harakatlariga qarab turib, kaynidan do'rab turib, uchishni mashq qilibdi balasimi. Endi bu yer qarmuzlar bilan qoplan ketib turganlarmi? Bular shu sulardan nas yemeklarni izlab yeydigan sularning ustimi muz qoplab ketibdi. Bu ne ekan desanglar? Qish yiqilib kelayotgan Sibiriya ekanda bu. Bu qishlar yiqilib kelgan vaqtida aqularning yashaydigan, yemeklarni tutib yeydigan sularning yuzlarini shundaq muzlar qoplab ketadi ekanda. O'sha sovib ketadi ekan shundaq. Sovib ketgandan keyin bu aqular qanday qildi ekan desanglar? Bu Sibiriyaning soğuk qish vaqtini bu yerda o'tkazsa yemekliklarni topolmaydi ekan. Shunga bular janub taraflarga, nisbatan illiq bo'lgan taraflarga uchib ketib qoldi ekan. Odatda bu qish yiqilib kelgan vaqtida Sibiriyaning kunduzlik temperaturalari 0 dan tuvan bo'lib ketadi ekan. Shunga mushtaq muzlar bilan qoplan ketadi ekan. Shunga qish vaqtlarida bu Sibiriyada aqular yashamaydi ekan. Aqular uchib janub taraflarga ketadi ekan. Men bir qo'tiribdim. Ko'ringlarmi? Endi bu qish faslida mushu Yaponiyagami
аққулар uchib keldi ekan. Yaponiya qish faslida o'xshashli sovuq bo'ldi, lekin Sibiriyaga solishtirganda unda Sibiriyadagidek unda qattiq sovuq bo'lmaydi. Nisbatan iliq bo'ldi. Shunga mayli ko'l bo'lsin, mayli daryolar bo'lsin, muz tutmaydi. Shu sababdan bular janub taraflarga, shu Yaponiyaga qish faslini o'tkazish uchun shunday аққулар yetib keldi deydi. Bular mana etizliklarda hozir yemeklik izdivatga vaqt ekan. Ancha-muncha qarlar bo'lsa-mu, lekin Sibiriyanikiga o'xshab qattiq muz to'g'lab ketmaganligi uchun mana bunday tumshuqlar bilan qaraslardanmi yemeklarni topa oladi. Endi bu yerda bir tulki turibdi. Bu yerda bo'lsa bir burgut turibdi. Bu yerda bir аққу turibdi. Ko'ringlarmi? Bu аққуларning qanday kushandilari bor debdi. Аққудан keyin shu quruqlikda bo'lsa, tulki kushandisi ekan. Tulki аққуларga hujum qildi ekan. Anadan keyin uchar qushlardan bo'lsa, burgutga o'xshash mushtaq yo'g'on yirtqich qushlar bu аққуларning kushandisi bo'ldi ekan. Buningda burgutdan o'zini qo'g'dash uchun qanot qiqib ballarını qo'g'dab atamdikin, ballari rasmga chiqmabdi. Qantini cho'ng ichib to'sab turgan bir аққу turdi. Endi keyingish boqaylik. Bu аққу ballar ekan, mana paylarining rangini bilib olgan bo'ldik-ku. Qaramtil bug'ini аққуning ballari degan to'qa, karishnavay turgan. Bu to'tisi аққу ballar ekan. Bular hozir uxlamoqchi bo'libdi, mana. Bular qanday uxlaydi ekan desanglar, ilqindek kashlar uxlaydigan aramalliq vaqtida shu tulkilarning, burgutlarning hujumidan, kushandilarining ziyonkashligidan qo'rqinish uchun dadablarini aytimi, sagak holatda shu ballarini qo'g'dab turdi ekan, ballarini arsiga oldi ekan. Ballari bo'lsa shu dadablarining yanida mushtaq tugilib, ko'ringlarmi, tugilib olganini, bo'ynini keyniga mushtaq keyniga egib, mana ikki qantining orasiga tumshuqini mushtaq silib, mana mushtaq tugilib uxlaydi ekan. Ya'ni bunday uxlagan vaqtida nihoyat issiq uxlaydi ekan, tumshuqlarini issiq qanotlarining orasiga ilib, mushtaq uxlaydi deydi. Uxlash holatini bilib oldik. Hem deydik, ne? Chiroyli osmonlar ushkib bo'lgan аққулар ekan, ko'ringlarmi? Sap bo'lib tizilib uchayotgan аққулар ekan. Endi bular qish faslini Yaponiya deganga o'xshash janub tarafdagi iliq davlatlarga berib, ashad o'tkazdi degan. Endi bahor faslining kelishi bilanlar bu аққулар, ya'ni Yaponiya qishni o'tkazish uchun Yaponiyaga kelgan, yana boshqa janubdagi iliq davlatlarga berib olgan аққулар atiyaz kelishi bilanlar yana Sibiriyaga qaytadigan uzun safarni boshlaydi deydi. Bu yerda hozir shu ballarini ilib Sibiriyaga qaytadan uchib ketayotgan аққуларning rasmi bor ekan. Chiroyli ekan, qanotlari nim degan kengri, nim degan uzun yo'g'on qanotlar u. Hammasi uchib mangibdi. Endi tuxumdan chiqqan аққу balalari 2 yoki 3 yil bo'lganda o'zlarimi shu paylarining hammasi oppoq bo'lib, shunday yetilgan bir аққуға aylandi deydi. 2 yoki 3 yildan keyin shunday yetilgan oppoq chiroyli аққуға aylanadigan. Bu vaqtda ko'ringlarmi, tumshuq qilib, uch tarafi qop-qora. Yerim tarafi sog'ushad. Andan keyin puti bunda qop-qora bo'ldi ekan. Badanning hammasi shunday oppoq chiroyli bo'ldi ekan. Shunday chiroyli yetilgan аққуға aylandi deydi. Shunday qilib bizga аққу to'g'riliq shuncha gaplarni gapiribdi. Endi men kichik savol javoblar bor ekan.
Beşilik sual soraptı. Aqunun qancha xil turi bor debdi. Bu aqularning cevap beribdi. Aqularning 6 xil turi bor deydi. Bizning bu kitobda qishni janubdagi iliq davlatlarda o'tkazib, odatda bahor va yoz faslarini Sibiriyada o'tkazadigan shu aqularning ichidagi jug'i eng cho'ng bo'lgan turini bizga tanishtiribdi bu kitobda. Ondan başqa bedenlerinin hammasini ranglaridan tatib uni o'xshab qoldigan, lekin u cho'ng jug'i shu bizga mush kitob tanishtirgan aqudan sal kichikroq bo'lgan, kichik aqu degan aqum bo'ldi ekan. Ondan keyin mundaq bosh taraf tumshug'i andaq qaramtul va qizg'uch bo'yni bilan beshining hammasi mushtaq qora. Mushtaq aqular bor ekan. Ma'qul shakldagisi bor ekan, buni tumshug'i qora ekan. Ondan keyin ma'qul bu bir boshqa xil shakllik aqu ekan. Ondan keyin bunda qora. Qora aqu desak bo'ladimi buni? Qora aqu demdik ya. Mushtaq qora rangliklerim bo'ldi ekan. Bu qora rangliklarninki qiziqarli yeri bularning chujilari bala chuju vaqtida paylari oppoq bo'ldi ekan. Cho'ng bo'lishiga ergishib, mushtaq paylari qora rangga o'zgardi ekan, ne? Mushtaq 6 xil aqu bor deydi. Endi bu yerda aquniki bedenini bizga tanishtirib beribdi. Aqu bo'lsa osmonda shunday yaxshi qanotlarini kengri yeyib, yaxshi uzun safarlarga shunday uchib nim qilgan osmonda nayt yaxshi ucha oladi ekan. Suvning ichidan yemeklarni tutib yeydi dedik. Demak, suv uzishga nihoyatda mahir bir qush ekan bu. Endi bu qushninki tumshug'ini ko'rsatibdi. Bu tumshug'ining uchi qop-qora ekan, merisi tüy tarafi seriq bo'ldi ekan. Bu tumshug'ininki eg'izininki ichi tarafi bo'lsa, xuddi tish cho'tkisiga o'xshash shunday. Bir har tish cho'tkisidek ashta bo'ldi ekan. Buldu deb deydi. Tish cho'tkisiga o'xshab qoldi debdi. Endi u ko'z ekan, qop-qora buloq turgan. Bu ko'zi suvning ichidami nayt aniq ro'shan ko'ra oladi deydi. Anki ma uzun bo'yni haqiqatan uzun ekan, uzun ekan. Bu suda bular yemeklarni tutgan vaqtida mushtaq suvi beshini cho'ktirib suv ostidagi suv ichidagi yemeklarni tutadigan bo'lg'ashqa bularning bo'yni boshqa qushlarga solishtirganda bir qadar uzun bo'ladi deydi. Beshini suvga cho'ktirib yemeklik tutishga moslashgan holda shunday uzun bo'lgan bo'ldi deydi. Endi ma qontin ko'rsatibdi. Qontin aytimi uzun cho'ng bo'ldi ekan, bu avada ushqa vaqtida shu qanotlarini kengri yeyib, kuchlik qiqib, osmonlarda uchadigan bo'lg'ashqa bularning shu yo'g'on, uzun, kuchlik qanotlari ularningki uzun musofalarga uchishda nihoyatda muhim rol o'ynaydi debdi. Ondan keyin qop-qora turgan puti bo'lsa, o'rdak paliqini bizlarga shunday paloq shaklda. Buldiga bular suvda uzgan vaqtida men mushtaq paloq shakllik putlar bo'lganligi uchun sunumni aytdi. Ustalik bilan uzalaydi ekan. Endi men nima deydi desanglar, bu aqular qanday xo'p suvning ustida mushtaq laylab tura oladi debdi. Bunun sababi bu aqularning paylari bilan paylarining orasiga bular bir xil havoni shu paylarining arashlariga havoni saqlay oladi ekan. Shunday bo'lganki, u suvning ustida laylaydigan laylimi sharlarga o'xshash xuddi suvning ustida mushtaq laylab tura oladi deydi. Ondan keyin bular bir xil may ishlab chiqarildi ekan. Bularda shu maylarini paylariga mushtaq surkab, bular paylarini maylab oldi ekan. Maylab olgan keyin suvlarga tushsimi, bu suvlar ularning paylarini yo'l qilib etmaydi ekan. Ondan keyin kaynada nima deb savol so'rabdi desanglar, bu aqu degan shunday yo'g'on bir qush desamlar, shunday yo'g'on, qaranglar. Mushtaq yo'g'on qush turuqliq
qandaqsiga osmonlarda uchalaydi, qandaqsiga undaq uzun musofirlargacha egiz osmonlarda uchib yuralaydi debdi. Buningga javob qilibdi. U osmonga ko'tarilgan chog'da bu uchar qushlarning ichidagi yo'g'on bo'lgan qushqa tava ekan. Uchar qushlarning, ya'ni egiz osmonda uchirgan qushlarga nisbatan eng yo'g'on bo'lgan qush hisoblanadi ekan bu oqqu. Shunga bu uçqa vaqtida putlarının yardımıga tayandı ekan. Mayli quruqlikdan havoga ko'tarilsin, mayli suv yuzidan havoga ko'tarilsin. Mush putlar bilan kuchlik o'zini suvni tepib, quruqlik bo'lsa quruqlikni tepib turib, mushta qilib turib o'zini ustiga, ya'ni bo'shliqqa ko'tarilish uchun putlar bilan kuchlik yer yo'masa suv yuzini tepib turib yuqoriga ko'tarildi ekan. Bo'shliqqa ko'tarilgandan keyin putlarni keyniga uzun so'zib, mana mushtaq teptis holatda keyniga so'zib oldi ekan. Mana bu yerda uchib ketib qolgan qushlarni ko'rdik. Putini keyniga uzun so'zib oldi. Hamda bu yerda nima deb desanglar, bu aqular nima uchun osmonda uchganda mana shunda ratlik sap tuzab uchdi, buning bir sababi bormi debdi. Hamda buning javoban nima deb desanglar, aqular shu egiz uzun musofirlarga yo'lga chiqqan tam shu bo'shliqda uchgan vaqtida ularga bir xil kuchlik havoning nima shamolning kuchli qarshiligi bo'ldi ekan. Bu yerda bu shamol deb yozibdi. Mana shamol kuchli qarshilik qildi bularga deydi. Shunga sapning eng oldida turgan birisi bo'lsa, shuni aytdi. Yo'l boshlig'ichi bo'lib, shu kuchli shamolning qarshiligiga shu bevosita uchrashadiganini bildi ekan. Shunga yo'l boshlab mangdigini odatda yetilgan aqular bo'ldi ekan. Undan keyin bu shu kuchli shamolni yerib turib uchdi ekan. Shuning bilan shamolni yerib uchgan bo'lgan keyin shamollar ojizlar ekanda, makaniga borgan vaqtida. Shuning bilanmi kuchli shamolning qarshiligi uchirmaslik uchun mana shundaq shaklda sap tuzab uchdi deydi. Odatda bu eng oldida yo'l boshlab yo'l boshlamchisi işte kuchli shamolning qarshiligi uchirg'ashqa harakatdir ekan. Harakatdigan bo'lg'ashqa shu topda masalan bular uzun safarlarga chiqqan chog'da bir necha oila birlashib bir topni shakllantirib uchadi ekan ko'p hollarda. Shuningdek shu topdagi cho'ng yetilgan aqular navbatlashib, navbat almashib turib, mana bosh bo'lib yo'l boshlaydigini navbatlashadi ekan. Endi bu yerda nima deb desanglar, aqular paranglashni yaxshi ko'rdi deydi. Bu gap rostmi deb savol qildi. Desa buning javoban ha rost. Aqular o'zlarimda paranglashni bek yaxshi ko'radigan qush hisoblandi debdi. Ya'ni aqular bir aile kişileri bilen yan bir aile kişileri uçuşup yamsı arlıqları yaqin bo'lib turgan vaqtida o'zaro bir-biri bilan salomlashib, tunishib, paranglashib, ovozlarni chiqarib boshqa qildi ekan. Mana unda toza paranglashayotgan aqular ekan bular. Boshqa qilib o'zaro paranglashib, mo'dishni yaxshi ko'radigan bir qushqa tava ekan bu aqu. Kenolama bu yerda ikki aqu turib ketibdi. Endi bu yerda aquninki cho'ng bo'lgan vaqtdagi bo'yining egizligi ne debdi? Bir yetilgan aquning bo'yining egizligi 90 cm dan 100 cm gacha bo'lgan aralıqda bo'ldi debdi. Eg'irligi bo'lsa 8 kg dan 12 kg gacha bo'ldi debdi. Endi bu kichik yangi tug'ilgan aquning chujisi tug'ilgan vaqtdagi bo'yining egizligi taxminan 15 cm atrofida ekan. Eg'irligi bo'lsa taxminan 230 gram atrofida bo'ldi ekan. Ravrus cho'ng bo'ldi ekan, egizligi mo o'sib egizlaydi ekan, eg'irligi mo ravrus oshadi ekan. Endi ma tuxumni debdi. Abay tuxumining shikastchilik bo'ldi degan tuqa. Meyada ko'z qo'yibdi. Odatda ma tuxumi ekan. Tuxuning tuxumi 5 cm, egizligi 5 cm atrofida bo'lsa, bu bizga mush kitobda tanishtirgan aquning tuxumi 11 cm atrofida bo'ldi debdi. Shikasidan sal ortiqroq ketdi. Ko'ringlarmi? 5-chi farqlandik. Ondan keyin
Аққуныңки қантыны бәк чоң деген тұқы. Аққу қантыны ішкі тарапқа мұштақ яйған вақтыда қантының ұзынлықы көніңлама. Мишәден мишәгче мұш ұзынлық 250 сантиметр ətrafıda buldu deydi. İntayın uzun kene 200 santimetr busumu Raurus uzun elki basketbol oynaydıgan NBA'li basketbol oynaydıganlarının boyu 2 metrden egiz gu. Bu aşındaq uzun buldu ki olama 250 santimetr degen Raurus uzun degen gepte bu. Haşta buldu depti. Şuna qilib, bugungi аққуларni bizga mana mashinchilik tunishtirib beribdi. Undaq, yaxshi ko'rdinglarmi? Undaqda bugungi kitobimizni mana shu yerda oxirlashtiraylik. Omaq аққuni yaxshi bilib oldik, аққу to'g'riliqchi hikoyatlarni bilib oldik. Undaq bo'lsa, hammanglarga Allohga omonat. Hayvonotlarni yaxshi ko'rsanglar, yana mushtaq davomli keyinidagi yangi chiqadigan hayvanotlar to'g'risidagi kitoblarni birlikda ko'raylik. Bo'ldi, Allohga omonat.